hech qanaqa foizlarsiz, penyalarsiz uzun noming pitsalar bo'ladi. Ya'ni GDI motor bo'ladi, sipli motor. Xarakteristikasi ham anchagina zo'r. Bemalol aka bu avtomobilingizga propan uстановка qilsalar bo'ladi. Aka servisimiz ham bor. Ya'ni bu mashinaga 6 yil 200 ming kilometr kafolat beramiz aka. Bu avtomobilimiz aka to'laqonli off-road uchun ham mo'ljallangan, ya'ni tog' toshlarga ham bemalol yurib bera oladi. Shahar uchun ham rejimlari bor, shaharda ham anchagina ekonomik holatda yurib beradi. Menda Xitoyda gelik varianti desa ham bo'ladi. Salonlarga keladigan bo'lsa, aka salonlari ham anchagina chiroyli ishlangan. Ya'ni sizina pamitlari bor aka avtomobilimizda, akustikalar Sony bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Videorolikka bitta like bosib, Jitor xarid qilmoqchi bo'lgan yaqin tanishlarga jo'natamiz. Qarshi shahridagi Jitor avtosaloniga yetib kelganmiz. Xo'p, Jitor xarid qilmoqchi, ya'ni inomarka olmoqchi bo'lgan obunachilar uchun avtosalonda qanaqa yangiliklar bizga juda ham qiziq. Hozir Jitorning hamma modellarini Jitor Qarshi avtosalonida nalichida bor, kelib bir kunda xarid qilsanglar bo'ladi. Endi obunachilarimizga qiziq. Ramazon oyida qanaqa yangiliklar avtosalonda, narxlar o'zgardimi yoki bu da bo'lmasa rassrochkaga xarid qilish tartiblari qanaqa bo'lyapti? Necha yilgacha bo'lib turishga chiqarsak bo'ladi deb so'rashyapti. Shu mart oyida, ya'ni Ramazon oyida nima yangiliklar avtosalonda, shu yangiliklarni bilish uchun avtosalonga yetib kelganmiz. Ichkariga kiramiz, menejerdan to'liq nima yangiliklar hammasini to'liq tushuntirishga harakat qilamiz. Bitta like bosib, qanaqadir savol, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada izohlarda yozib qo'yinglar. Yoki da bo'lsa, pastda raqamlar qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, mana shu Qarshi shahridagi Jitor avtosalonidan bizning obunachilarimiz kelib birorta modelni xarid qilsa, bonus sovg'asiga albatta chiroyli yana nimadirlar qilib beriladi. Xarid qilayotganda YouTube, Instagramda Sardorbek o'zidan ko'rdim deyish esdan chiqmasin. Ichkariga kiramiz akalar, videoroligimizni boshlaymiz. Azamat aka, yana bir bora assalomu alaykum. Savdo aka, xush kelibsiz. Ishlaringiz yaxshimi? Hormang, salomatmisiz, charchamasdan. Jitor Qarshi avtosalonida Ramazon oyi, mana mart oyida Jitor xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Shu hammasini to'liq qilib tushuntirib o'tishimiz kerak. Keyin hamma so'raydi, rassrochka, ya'ni foiz, peniyasiz bo'lib to'lash necha yilgacha beriladi, ularning tartiblari qanaqa bo'ladi? Shu olmoqchi bo'lganlar uchun xullas to'liq ma'lumotlar kerak, yangiliklar. Albatta aka, birinchi navbatdagi Ramazon oyi bilan o'sha O'zbekiston xalqimizni chin qalbdan tabriklaymiz aka, Qarshi Jitor jamoasi nomidan. Ramazon oyi uchun aka xalqimizga ajoyib takliflarni berishni boshladik, xudo xolasa aka. Ramazon oyiga yaxshi yangiliklarimiz bor aka. Jitor avtomobillarimiz bo'yicha. Aka, Jitor avtomobillarimizni xarid qilish tartibi yanada osonlashdi aka. Qulaylik yaratildi. Servis tomonlama aka, xarid tomonlama, narx tomonlama anchagina zo'r imkoniyatlarni berishni boshladik. Aka, bugun yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa aka. Mijozlarimizga o'sha avtokredit aka, rassrochkasi yoki so'z naqd to'lov olgandan keyingi qulayliklar haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz aka. Bu yoqda boshlaydigan bo'lsa aka, Jitordan X50 eng o'sha budjetli avtomobilimiz. O'zi Azamat aka gapingizni bo'ldim. Necha yilgacha o'sha eng uzoq qaysi model necha yilgacha uzoq muddatga bo'lib turishga chiqarsak bo'ladi? Qaysi model shu? Albatta aka. Hozircha maksimal 2 yil muddatgacha aka, Jitor avtomobillarimiz rassrochkasi aka, boshqa so'rovdan kelib chiqib, maksimal so'rov 2 yilgacha bo'ladi aka. Hozir buni to'laqonli tushuntirib beramiz aka. Avtomobillarni o'sha tushuntirishdan boshlasak aka, birinchi navbatda aka faqat qimmat mashinalarni ko'rsataverasizlarmi aka? O'zbek uchun o'sha puli sal kamroq bo'lgan byudjetliroq variantlar, byudjetliroq avtomobildan boshlaylar, o'sha ko'rsatinglar degan mijozlarimiz uchun aka X50 eng zo'r ideal variant bo'ladi aka. Shahar uchun ham aka, tog'li hududlar uchun ham, O'zbekistonni aka xohlagan o'sha hudud uchun anchagina ideal tushadigan, benzin asfalt kam bo'ladigan, anchagina yumshoq keladigan, salonlari keng keladigan avtomobilimiz, ya'ni X50. Aka, bu avtomobilimiz oldin nalichida bo'lmasdi aka. Bu avtomobilimizdan nalichiga olib keldik, xudo xolasa. Bu yangi model. Yangi o'sha Jitor brend ostida chiqilgan O'zbekiston bozoridagi yangi o'sha model. Xudo xolasa ko'radigan bo'lsa, bu birinchi pozitsiyasi, ya'ni budjetliroq variant aka. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsa, zamonaviy avtomobil dizaynda ishlangan. Tashqi ko'rinishi ham anchagina idealni, chiroyli. Oldi LED faralar aka. Mashinamiz uzunligi ham ancha yaxshi, unaqa kalta mashina emas aka. Salon qismiga keladigan bo'lsa, to'laqonli koja aka. To'g'ri aka, budjetli avtomobil, lekin budjetli o'sha uzun puliga anchagina stoyt mashina. Ya'ni salon to'liq koja, elektron paket bo'ladi aka. Monitor, tablo, cruise control, deyarli hamma qulayliklari bor. Komfort taraflama demak zo'r mashina. Ana orqalarini keyinlari ko'rishlaringiz mumkin. Albatta aka. Qanaqa motor turibdi Azamat aka bunda? Bunda 1.5 turbina motor aka, GDI motor turadi. Ya'ni o'sha ko'pchilik biladigan aka, gaz qo'ysa ham yaxshi tushadigan GDI motor turadi. Ya'ni to'liq turbo portion sipli motor. Orqa bagajniklari ham anchagina keng bo'ladi aka. Tak, anchagina hajmi kengroq. Orqa dizaynlari ham anchagina chiroyli ishlangan avtomobilimizda. Xullas Jitor X50 modeli. Albatta aka.
Xullas necha xil komplektatsiya bo'ldi? Narxi qanaqa? Nalichiga olib Chiqir komplektatsiya aka. Bu 253 million 500 ming so'm tanlarxi keladigan bo'lsa aka, ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni ikkinchi komplektatsiyasi bu aka, narxi 273 million so'm bo'ladi. Hozir uni ham bir ko'rsatib o'tamiz aka. Bu mashinamiz 253 million 500 ming so'm. Buni olish tartiblari qanaqa bo'ladi aka? 100% naqd to'lov. Plus aka 5 yilgacha avtokredit. Avtokredit ham ikki xili bor aka. Imtiyozli avtokreditimiz bu, обычный avtokreditimiz bo'ladi. Hozircha imtiyozli avtokreditimiz anchagina zo'r ishlayapti aka bu avtomobilimizga. Ya'ni bu avtomobilimizga rassrochkamiz ham bor. Qo'shimchasiga lizingimiz ham bor. Ya'ni aka rassrochka, ko'pchilik rassrochka qiziq. Aka rassrochka tartibi qanaqa bo'ladi aka? Keling, misol aytaylik aka, o'sha 50% ga yetadigan puli bor. Yarmini to'laydi, qolgan yarmini aka 12 oy muddatga hech qanaqa foizlarsiz o'zim nomiga bo'lib to'layveradi. Mashinaning narxi misol uchun 250 million deb oladigan bo'lsak, 125 million so'm pul olib keladi yoningizga. Shunaqa aka. Keyin 125 millionni 1 yilga bo'lib to'lash. Albatta, 1 yilga bo'lib to'laydi. Aka, rassrochkada ko'p rassrochkalarda aka kundan kunga o'tsa pena tug'iydigan rassrochka bo'ladi. Bu bizani rassrochkamizda aka kechiktirsam pena tug'maydi. Ya'ni foiz qo'shilmaydi aka. Hech qanaqa foiz pena yo'q. Aka, o'sha 12 oyga bo'lib to'laveradi aka avtomobilimizning qolgan summasini. Yokida aka 60% ni to'laydigan bo'lsa, 18 oy muddatgacha hech qanaqa foizlarsiz avtomobilni rassrochka tartibida olsalar bo'ladi, xarid qilsalar bo'ladi. Tushunarli. Demak, qiziqqanlar kelib bemalol to'lab olsa bo'ladi. Xo'p, mana Ramazon oyi, endi bayram kayfiyati bu yog'iga o'zi 8-mart bayrami yaqinda. Kimdir misol uchun sovg'aga olmoqchi, boshqa qilmoqchi, o'zi Jitor qarshidan xarid qilgandan keyin nima sovg'alar qo'shib beriladi o'zi? Albatta aka, birinchi navbatda o'sha 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan o'sha xotin-qizlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz, ya'ni Jitor qarshi jamoasi nomidan. Aka, agar mana shu 8-mart, aka bugun xudo ursa 7-mart, 8-mart, 7-mart kunlari keladigan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kimdir oilasiga, kimdir farzandiga xarid qilib sovg'a qiladigan bo'lsa, aka, mashinani chiroyli bonuslar bilan qo'shib beramiz. Ya'ni nimalar aka? Parogini, mashinani, orqa tonirovkasini, polligini, oldiga zastavkasini aka shunaqangi bepul qo'yib beramiz. Undan tashqari aka bayram munosabati bilan aka olib borib tabriklab kelish xizmatimizni ham qilib beramiz. Ya'ni Xudo xolasa topshirib kelish ham albatta, xuddi shunaqa aka chiroyli qilib bezatib aka farzandimga, qizimga yoki ayolimga yoki onajonimga deydigan bo'lsa, aka yozuvlari bilan, bezaklari bilan, bantiklari bilan chiroyli qilib olib borib topshirib, o'zimizning hisobimizga topshirib kelamiz aka avtomobilimizni. Bu o'sha bayramga Jitor qarshi avtosalon tarafidan sovg'aga bo'ladi shunda. Faqat aka bu bayram uchun emas. Aka kimdir shundan sovg'a qilmoqchi bo'ladi, aka kutilmaganda. Bayramdan tashqari kunlarimizda ham bemalol aka talabdan kelib chiqib, misol uchun shu farzandimga yoki oilamga yoki oyijonimga sovg'a qilaman desa aka, o'zimiz aka mashinani chiroyli qilib bezatib, toza holatda, hamma narsalarni qo'yilgan holatda olib borib tabriklab kelishni ham qilib beramiz. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Jitor X-lik birinchi pozitsiyasi. Endi jaydara qilib aytganda, o'sha full ikkinchi pozitsiyasi qaysi bir shunda? Ikkinchi pozitsiyasi bu yoqda aka. Asosiy farqlarini ayting bizga, qiziq shu. Aka, bu avtomobilimizda luki bor. Asosiy farqlardan bittasi slip zonalari bo'ladi aka, 360 gradus kameralari bo'ladi. Ya'ni diska razmerlari ham bir razmer kattaroq bo'ladi. Aka, ya'ni bu mashina birinchi pozitsiyaga nisbatan ozgina balandroq ham bo'ladi aka. Dizayn, morda, ko'zi bir xil. Albatta, xarakteristiklar deyarli bir xil aka. Bu mashinamiz ham aka 1.5 turbina motor turibdi aka, to'rt porsionda sepli motor bo'ladi. Bu avtomobilimizga ham gaz anchagina yaxshi tushadi aka. Avtomobilimizni aka chiroyli qilib aka bezatib qo'yganmiz, ya'ni bitta mashinaga tonirovkani o'zi anchagina ochadigan. Salonlarga keladigan bo'lsa, albatta. Salonlarga keladigan bo'lsa, dizaynlari deyarli bir xil bo'ladi aka. Bunda o'sha kojinli salon bo'ladi, 360 gradus kameralari bor, selipov zonalari bo'ladi, luklari ham bo'ladi, albatta aka. Mashinamiz to'liq elektron paketda. Bunimiz narxi qanaqa? Bunimiz narxi aka 273 million so'm. Bu avtomobilimizga qo'shimcha chegirmamiz ham bor. Agar 100% naqd to'lov qiladigan bo'lsa aka, mashinamizni 260 million so'm, ya'ni 259 million 990 ming so'mga qilib beramiz aka. Hozir plus minus birinchi pozitsiyani puliga ikkinchi pozitsiya bo'lyapti shunda. Deyarli ikkinchi pozitsiyani 100% naqd to'laydigan bo'lsa bo'ladi. Bormi? Bo'lib turashga? O'rnimizda rassrochkamiz bo'ladi aka. Rassrochka o'zining tannarxida bo'ladi, ya'ni o'sha 50% ni to'lasa 1 yilga, 60% ni to'lasa 1.5 yilga hech qanaqa foizlarsiz, penalarsiz o'zining nomiga xarid qilib ketsalar bo'ladi. Rang masalasi qanaqa bo'ladi? Misol uchun sal neobeshli ranglar xohlaydiganlar. Bo'ladi akajon. Sotuvda bor ranglarni deyarli hammasini nalichada tayyor, xohlagan rangdan qilib beramiz aka. Kimgadir oq, kimgadir qora aka, kimgadir o'sha mokri rangi, ya'ni fantom grey ranglari bo'ladi aka, undan muammo yo'q, rangidan sirazi qilib beramiz aka. Bu nalichida keladi, haydab ketadi. Bu kutish ajdani yo'q, zakaz unaqa narsa yo'q. Xuddi shunaqa aka. Olib kelib beramiz. Misol uchun 4 kun kutasiz, 10 kun kutasiz degan gap yo'q aka. Siraziga mashinani
xarid qilib ketsalar bo'ladi. Xo'p, ko'rsataylik qimmatroq variantda endi bitta arzon ko'rsating. Qaysi ko'rsatamiz? Endi aka etap-etap chiqadigan bo'lsa, o'zimizning o'zbek oilasi uchun anchagina mos keladigan ideal variant, ya'ni X70 avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz nima uchun o'zbek oilasiga deyman, aka 7 o'rindiqli bo'ladi. Hozirda zamon talabi aka 7 o'rindiqli avtomobil anchagina populyarniy bo'lyapti aka. Sababi bitta oilada aka 5 kishi, 6 kishi yo 7 kishi bo'ladigan bo'lsa, bu avtomobilimizga to'laqonli sig'adi aka. 7 o'rindiqli hisoblanadi. Hozir bu ko'rib turgan avtomobilimiz aka o'sha birinchi pozitsiya bo'lishiga qat'iy nazar aka o'sha panorama luklari, 360 gradus kameralari bo'ladi. Bu avtomobilimiz ham o'sha 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, ya'ni GDI motor bo'ladi, sepli motor. Xarakteristikasi ham anchagina zo'r. Bemalol aka bu avtomobilingizga propan uстановка qilsalar bo'ladi. Avtomobilimiz tashqi ko'rinishi chiroyli aka, dizaynlari zo'r, deyarli hamma komfort qulayliklari bor. Endi kommentariyada savollar bo'ladi yoki telefon qilganda menga ham telefon qilishadi, qaysi model tanlasam bo'ladi o'zi, qaysi brend zo'rroq deydi. Qarang, sizga savol. Jitor modellari hozir bunda qanaqa motor turibdi? Bunda 1.5 turbina motor, GDI motor aka. GDI motor turibdi. Motoriga, o'zi mashinani o'ziga garantiya bormi? Servisi bormi bularni? Zapchasti bormi? Ustasi bormi? Qay tarzda yo'lga qo'yilgan Jitor qarshida shu ishlar? Albatta aka. Jitor brendiga o'zi keladigan bo'lsa, O'zbekiston bozoriga kirganiga ancha muddat bo'ldi aka. O'zbeklarni o'sha ko'nglidan chiqqan mashina aka, ya'ni sinovdan o'tgan mashina. Bu mashinamizga kafolatiga keladigan bo'lsa aka, bizning qarshi Jitor servis markazimiz ham bor. O'sha ofitsial dilerlik markazimizga qo'shida aka servisimiz ham bor. Ya'ni bu mashinaga 6 yil 200 ming kilometr kafolat beramiz aka. Ya'ni aka 6 yil muddatga 200 ming kilometrga kafolati to'laqonli ishlaydi. Kafolat doirasida nimasi aka? Kuzovi aka, ichki multimedia sistemasi, elektronikasi, hadovoy sistemasi va motor qismlari to'laqonli kafolatga kiradi. Aka bu avtomobilimizga gaz qo'ysangiz ham eng zo'r tomoni kafolat buzilmaydi aka. Gaz qo'yish tartibi ham o'zimizda gaz servislarimiz bor aka. Bemalol o'zimizning avtosalondan gazli uстановка qildirib aka xarid qilsalar bo'ladi. Yokida aka bizdan xarid qilgan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalolki bizning o'sha avtoservisimizdan aka gaz o'sha uстановка qildirsa bo'ladi demak. Bo'ladi albatta. Kafolat doirasida. Endi qanaqa narxlar qiziq? Jitor X70 necha xil komplektatsiyada bo'ladi? Narxlari qanaqa va qanaqa chegirmada turibdi? X70 avtomobilimiz aka 3 xil komplektatsiyada bo'ladi. Hozir ko'rib turgan bu qora Jitor X70 avtomobilimiz aka birinchi o'sha pozitsiyada, ya'ni 286 million so'm narxi. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi aka 312 million so'm. Uchinchi pozitsiyamiz bo'ladi aka 318 million 500 ming so'm bo'ladi aka. Bu avtomobilimizga chegirmamiz ham bor. Ya'ni amaldagi chegirmamizda 299 million so'm bo'ladi. Ya'ni 318,5 millionlik mashinamizda 299 million holatiga xarid qilsalar ham bo'ladi. Hozir mana bu birinchi komplektatsiya 280 qancha dedik? 286 million so'm. 286 millionlik komplektatsiya bilan mana full dedi. Asosiy farqlarni aytib o'taylik. Asosiy farqi aka tashqi ko'rinishdan keladigan bo'lsa, deyarli bir xil aka. Ikkalasini farasida o'sha lampalarda farq qiladi. Ya'ni bu LED fara bo'ladi, unisi galogen, oddiy sariq lampa bo'ladi. Ikkalasini ham o'ziga yarasha qulayliklari bor. Saloniga keladigan bo'lsa, aka bu avtomobilimizda salonlari to'laqonli kojinli salon aka. Sidinlari elektron paket bo'ladi. Plus bagajniklari ham ochilish-yopilishlari elektronli bo'ladi. Bu avtomobilimizda klimat kontrol, беспроводный zaryadkalarimiz ham mavjud. Bu avtomobilimiz ham to'laqonli 7 o'rindiqli. Bu panorama ochiladi-ya? Albatta, panorama luk ochiladi ham, o'sha panorama asosini bajarib beradi. Bunda ham xuddi shunaqa 1.5 turbina motor, GDI motor turibdi. Xarakteristikалari deyarli bir xil. Avtomobilimiz yurishiga keladigan bo'lsak, anchagina yumshoq. Sababi aka, podviskasi oldi makversan, orqasi nezavesim, ya'ni mustaqil tizimda. Har bitta balonni отдельно ishlab beradi. Demak, trekker, menimcha balka, trekkerda balka bo'ladi. Bu alohida. Bu alohida. Mustaqil podviskada bo'ladi aka. Demak, ancha yumshoq va plyusiga 7 vesta. Lekin puli to'g'ri kelyapti o'zimiz mashinalarga. Shu tarafi yaxshi. Endi aka, tanlov keladigan bo'lsa, ko'pchilik GM mashinalariga ishonchi balandroq. Sababi aka, baribir buni Xitoy avtomobillari deganda ko'pchilik o'ylaydi, aka, ertaga oladigan bo'lsam, zapchasti bormi, ustasi bormi bo'ladi. Aka, unaqa gap yo'q. Bu avtomobillarimizda ham zapchasti bor. Ya'ni Jitor brendi O'zbekiston afsona distributor bo'lib kirgan. Ya'ni bizda Qashqadaryo bo'yicha afsoniy diler hisoblanadi. Rasmiy avtosalon demak, ya? Albatta, rasmiy avtosalon. Servis tomonlari ham muammo bo'lmaydi aka, o'sha ehtiyot qism tomonida ham muammo bo'lmaydi. Ehtiyot qismni o'sha mas'uliyatini to'laqonli o'zimizning avtosalonni bo'yniga olinadi aka. Nima ehtiyot qismi keladigan bo'lsa, aka, biz uni yetkazib beramiz, nalichil sotuvda ham tayyor bo'ladi. Endi shu yerda bitta eslatma aka, faqatgina bizdan olgan mijoz bo'lish shart emas aka. Oldinroq xarid qilgan mijozlarimiz aka, boshqa dilerlardan xarid qilgan mijozlarimiz bo'lsa ham bizning servisimizdan kelib bemalol foydalansa ham bo'ladi aka. U mijozlar uchun ham ma'lum muddatda chegirmalarni joriy etganmiz. Kelib aka chegirma holatda servisimizdan foydalansa bo'ladi.
eng oson yo'li ishonch, doверие balandroq bo'lishi uchun mana Azamat akamiz raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilinglar. Misol uchun mana shu Jitor X70 modelini fullidan xarid qilmoqchisiz. Akaga shuni telefon qilib, siz sotgan mijozlar nomerlarini almashish imkoniyati ham bor-da. Misol uchun nechta sotgan, har kim sotgan. Telefon qilib, misol uchun siz Qashqadaryoning qayerdansiz? Akamiz har kim sotadi. Telefonlashib, o'sha mijozdan ham realniy, qana mashina qanaqa yuribdi, muammo bo'lmadimi, necha ming kilometr yurdi, qanaqa to'liq realniy отзыв ham olish imkoniyatlari bor. Chunki kontakt almashish imkoniyati ham menejerlar albatta qilib beradi. Xuddi shunaqa aka. Shunda balandroq bo'ladi doверие o'shandagina. Albatta, xuddi shunaqa aka. Ishonmasalar aka, bizning avtosalonimizga kelsin aka. Bizda test drive'larimiz bor. Mashinaning yurishiga o'sha to'laqonli ma'lumot oladi aka, test drive. Baribir haydab ko'rgan ma'qul aka. Olishdan eshitganni 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta haydab ko'rgani qulayroq keladi aka. Kelib aka avtosalonimiz bilan tanishadi aka. Servis tomonlarimiz bilan tanishadi. Servislarimiz to'laqonli aka ko'rib chiqsalar bo'ladi. Aka bizni tanishtirib o'tiramiz. Keyin o'ziga ishonch hosil qilib, bemalol avtomobil xarid qilsalar ham bo'ladi. Bo'lib to'lash tartibi qanaqa bo'ladi? Bularda ham bormi? Rassrochkalarimiz albatta bo'lgan ham xuddi shunaqa aka. Ya'ni 50% to'laysiz, X70larimizga 1 yil muddatga bo'ladi, 60% to'laysiz, 1,5 yil muddatga hech qanaqa foizlarsiz aka 5% qilib beramiz. Bu ustiga pul qo'shilish shunaqa narsa yo'q. Hech qanaqa qo'shimcha summa qo'shilmaydi aka. O'zini pulini bo'lib to'lashga qilib beramiz. Sovg'a bonuslariga bo'lgan. Bo'lgan bonuslarimiz xuddi shunaqa tartibda aka, ya'ni parogini, oldiga zasetkasini, orqa o'yinli tonirovkalarini, polilarni qilib beramiz. Oldiga ruxsatnoma oladigan bo'lsa, aka xariddan keyingi jarayonda ham aka oldi uchun tonirovkasini besplatniy qilib qo'yganmiz. Ya'ni mashina xarid qiladi, nomerlarni taqadi, aka ruxsatnomani oladi tonirovkaga, kelib turib bizdan bemalol bepul aka o'sha kurgoy tonirovka qilib beraverasiz. Kurgoy tonirovkasini qilib beramiz aka. Demak, u taraflama umuman muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, ko'rsatdik X50, X70. Qaysi birini ko'rsatamiz? Bu yerda Jitor Dashing turibdi, bu yerda Jitor T2. Endi aka navbatdan keladigan bo'lsa, Jitor Dashing bo'ladi aka. Bu avtomobilimiz aka ko'pchilik o'zbek xalqimiz ya'ni sevib xarid qilgan avtomobillarimiz. Dizayn jihatdan ham aka, komfort jihatdan ham, xarakteristika jihatdan ham anchagina ideal mashina. Ya'ni Jitor Dashing hozir O'zbekiston ko'chalarida anchagina ko'paygan aka. Chunki deganda aka dizayni endi ko'rib turibsiz, qaysidir modeldan olingan aka o'xshash, anchagina chiroyli ishlangan. Bunda ham aka 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizda ham JDI motor bo'ladi. Tashqi tomonlama chiroyliligi anchagina zo'r. Orqalari ham aka keng bo'ladi, bagajniklari bu yoqda. Tak, yana salonlari to'liq kojinli salon. Salonlari ham aka minimalizm, ya'ni hech qanaqa ortiqcha tushunmovchilik bo'lmaydi. Nasib qilsan akalar hammaga. O'rtada monitor, boshqaruv paneli bo'ladi aka, tablosi bo'ladi, skorichi aka, ortiqcha narsa yo'q. Hamma narsani aka mana shu monitor o'zi boshqaradi. O'rindiqlari ham aka sportivniy avtomobillarning o'rindiqlariga o'xshash bo'ladi aka. Ichki dizayn anchagina chiroyli aka. Ko'pchilikka bu salon anchagina yoqadi. Dashing avtomobilimizning rassrochkasiga keladigan bo'lsa, ya'ni muddatli bo'lib to'lashga keladigan bo'lsa, aka boshlang'ich 25%, atigi 25% bilan 1 yil muddatigacha hech qanaqa foizlarsiz xarid qilsalar bo'ladi. Yokida 50% puli bo'ladigan bo'lsa 22 oyga. Ya'ni o'sha 50 yarmini to'laydi, qolgan yarmini 22 oyga bo'lib to'lab beradi o'zini pulini. Yokida 60% ni to'lasa aka 24 oygacha, 2 yilgacha hech qanaqa foizlarsiz o'zini nomiga xarid qilib ketsalar ham bo'ladi bu avtomobilimiz aka. Albatta chiroyli bonus sovg'alari bilan. Albatta, bonuslari bilan chiroyli holatda. Bonuslari keladigan bo'lsa, aka avtomobilni o'sha xarid jarayonida emas, aka mashinani kelib ko'radi. O'sha bonuslarni qo'yib beriladi aka, qo'shimcha aksessuarlarni, keyin bemalol aka to'lovlarni amalga oshirib xarid qilib ketsalar bo'ladi aka. Tushunarli. Bu avtomobilimiz. Demak, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. T2 ni ko'rsatamiz. T2 aka bu yerda hozir eng full komplektatsiya, ya'ni 2 turbina motorda. T2 bilasiz aka, anchagina e'tiborni tortadigan avtomobil. Kattaligi ham anchagina katta, xarakteristikasi ham anchagina kuchli. Ya'ni aka 2 turbina motor bilan jihozlangan. Bu avtomobilimiz 4x4, ya'ni polni привод, oldi ham arqasi ham tortadi. Bu avtomobilimiz aka to'laqonli off-road uchun ham mo'ljallangan, ya'ni tog' toshlarga ham bemalol yurib bera oladi. Shahar uchun ham rejimlari bor, shaharda ham anchagina ekonomik holatda yurib beradi. Benzin rasxodini kamroq qilib yuradigan avtomobillar. Taglari ancha baland aka bu avtomobilimizda, dizayni ancha chiroyli ishlangan. O'sha kitayskiy gelik aka, Xitoyda gelik varianti desa ham bo'ladi. Salonlarga keladigan bo'lsa, aka salonlari ham anchagina chiroyli ishlangan. Ya'ni sizina pamitlari bor aka avtomobilimizda, akustikalar Sony bo'ladi, qo'shimchasiga 360 gaz kameralari bor aka bu avtomobilda. Bu avtomobil 5 o'rindiqli. Bagaj hajmiga keladigan bo'lsak, bagajlari ham anchagina keng aka. Bagajlari ham keng. Bemalol o'rta qator o'rindiqlar yotadi aka, uzunasiga mashina spalni ham bo'lib beradi. Albatta aka. Xohlasangiz spalni qo'yib olamiz, uni. Xuddi shunaqa aka. Bu avtomobilimizda aka orqa eshik uchun davodchiklari ham bor.
Ya'ni o'sha eshikni chala yopib qo'ysangiz ham aka o'zi bemalol tortib oladi. Narxi aka 512 million 200 ming so'm, prisimizning narxi. Aka 100% naqd to'lov qiladigan bo'lsa yoki avtokredit qiladigan bo'lsa aka tak 494 million holatiga qilib beramiz, chegirma narxda. Plus aka rassrochkamiz ham bor bu avtomobilimizda. Plus imtiyozli avtokreditimiz ham bor. Rassrochka tartibiga keladigan bo'lsa, bu unga xuddi shunaqa dashing tartibida bo'ladi. Ya'ni 25% boshlang'ich to'lab, aka 12 oygacha hech qanaqa foizlarsiz. 50% ni to'lab, aka 22 oyga hech qanaqa foizlarsiz va 60% ni to'lab 24 oygacha hech qanaqa foizlarsiz o'zining nomiga xarid qilsalar ham bo'ladi. Xuddi shunaqa aka 2 yilgacha 5% qilib bera olamiz aka. Bunda Parog zavod aka tonirovkasini, polligini, oldiga zastavkasini, plus kartizachasini ham aka Parog do'rning kartizachasini ham qo'yib beramiz. Ya'ni mashina eng full bo'ladi, hech qanaqa ortiqcha aksor qo'yish shart emas bu avtomobilimizga aka. Mashina tayyor holatda xarid qilishingiz mumkin. Aka manzilimiz Qarshahar Farhod bozor yonida, ya'ni aka Toshkentga chiqib ketish, ya'ni Samarqand stansiyasidan o'tgandan keyin aka yo'l ustida joylashgan o'sha Qarshi Jetor o'sha delilik markazimiz aka. Demak, bemalol ko'rsa bo'ladi. Ish kunlari qanaqa bo'ladi? Ish kunlarimiz aka haftaning 7 kuni, ertalab soat 8 dan kechqurungi soat 8 gacha aka. Undan keyingi vaqtga aka bemalol telefon orqali ma'lumot olsalar ham bo'ladi. U aka soat 10 bo'ladi, 11 bo'ladi, aka behujolat bemalol telefon qilsalar aka to'laqonli grafiklarni hisoblab berib aka o'sha pastda nomerga telefon qilsa grafiklarni hisoblab beramiz.